Bugun Stek SI Pro Genesis priyomligini lazer funksiyasini aniqligini tekshiramiz. Hozir mana lazer funksiyasida devorning burchagidan koordinat olib ko'ramiz. Masofani ko'rishingiz mumkin, 10 metr uzoqligidan lazer funksiyasini test qilib ko'rmoqdamiz. Naklonniy funksiyasi yoniq. Endi ikkita oxirgi olingan tochkalarni solishtirib ko'ramiz. Demak, sever bo'yicha xatolik 1,7 sm, vostok bo'yicha xatolik 1,5 sm, visota bo'yicha xatolik 6 mm tashkil qilmoqda. Mana ko'p qavatli uyning pastki qismidan tochka olishimizga qaramasdan lazer funksiyasida shunaqa aniqlikka erishmoqdamiz. Bundan tashqari ushbu funksiya yordamida signal olish qiyin bo'lgan nuqtalarda va vertikal obyektlarning balandligini olishda bemalol foydalansangiz bo'ladi. Agar yana qaysidir funksiyasini test qilishimizni xohlasangiz, uni izohlarda yozib qoldiring.